Bu mübarek safarda qalbimda unutilmas xotiralar. Birinchisi Masjid-i Nabaviyga bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalari bo'ldi. Ikkinchisi pastga qarab turib Ka'batullohga qaraganimizda shunda qalbimizga larzaga keldi. Alloh subhanahu va taolo tushirgan toshni ko'rib qalbimiz larzaga keldi. Kelganimizdan juda ham xursandmiz. Allohim qayta kelishini nasib qilsin, kelmaganligi kelishini nasib qilsin. Juda ajoyib, mazmunlik, sifatlik desa ham bo'ladi, tushuntirishlar ichimizda qolib ketdi. Hammasi chiroyli. Ellik boshlarimizdan hammalaridan rozimiz. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bizani ko'nglimizdagidek xizmat qilishdi. Bizga mana Abdulloh, Hakimxon, qolaversa mana Ibrohim elimizni juda ham ko'nglimizdagidek tushuntirish berishdi. Bilmagan narsalarimizni bildik. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Madinani ko'rganda bir ichimizdan boshqa narsa o'tdi. Ka'batullohni ko'rganda bir chiroyli narsalar o'tdi. Hozir payg'ambarimiz bosgan izlarda oldidan o'tdik. Yana bir hissiyot tushuntirib bo'lmaydigan narsalar va yetkazganiga shukr. Juda ta'sirli narsalar. Tushuntirib berib bo'lmaydi. Buni kelib ko'rish kerak, bilish kerak. İnsan o'z ko'zi bilan.